18-aprel kunidan boshlab har kuni kechki soat 18:00 dan u yog'ini soatini chegarasi yo'q. Agar nechta kelsa qabul qilamiz. Kelamiz uxlamay qabul qilamiz. Tadbirkorlik faoliyatini yo'lga qo'yaman degan fuqarolarimiz, andijonliklarimiz bo'lsa, tadbirkorlik faoliyatini yo'lga qo'yib, bugun shu faoliyatda qiyinchiliklar uchrayotgan bo'lsa, qanaqadir yo'ldan, suvdan, gazdan, elektrdan, bozordan, kreditdan, aylama mablag'idan, foizidan, yana boshqa narsadan qiynalgan, faoliyat olib borishga to'sqinlik qilayotgan muammoli masalalar bo'lsa, qabul qilishga, eshitishga 24 soat men va meni atrofimdagilar tayyormiz. Hokimlar eshitib, agar bir marta o'zim kontrol qilaman, o'zim o'tiraman masalan. Ayni zallarda deyapman. Hokimiyat zallarida aytganligim, ular to'lamanda qarab turaman, qanday tadbirkor keldi. Bular o'tkazyapman, gaplashmayapman. Shuning bu yerda nazorat qilib olaman men. Hokimiyat zali qanday nechta odam keldi, nechtasi bilan gaplashyapti, nima qilyapti.